Hop, mana hozir qo'yib yuboruvdim. Shu ham balandmi? Hozir yana sirasi tortishni boshladi. Mana. Katta ekan. Katta ekan mana. Mana. Zo'r ekan. Baliq chiqarib olgan. Baliqni qo'yib yubordik mana. Hozir yana tortishni boshlayapti. Baliqni konini topib oldim. Yana tortyapti mana. Kimdir aytishi mumkin, baliq boqilayotgan joyni ushlayapsiz deb. O'zim baliq boqyapman bu yerda. Yarim qarish, bir qarishliklar olib kelib tashlab yubordim. O'shalar hozir ko'ryapman. 2 oy bo'ldi qo'yib yuborganimga, rezultatni ko'ryapman qanday bo'lganini. Oldi 1 kilo bo'libdi. Mana tortyapti. Ay joningni. Joningni. Sudradi. Bir xumor bosdi qilib olamiz-da. Bitta qo'limda telefon, bitta qo'limda qalmoq. Mana baliqlar, hasharlar urib kelyapti. Tortishni qaranglar. Sazan, toshki sazanni. 20 ta ilon bosham bor, bitta laqa qo'yib yuborganman. Mazza tortish. Yeb ketdi. Hozir qarmoqni ko'taraylik. Xo'ragimiz xamir mana. Xo'ray deydi, bitta qo'limda telefon. Qiyin bo'lyapti. Xamir deyildik mana. Mana xamir. Tashladik. Ham bir soat o'tiramiz, ish tushashimiz hozir 4 tushadi. Ushab qo'yib yuboryapti. Bunday joyda endi yemaymiz-da, qishda. Platnikovlarga yubormasdan ishda ushab. Bola chaqam bilan yeymiz. Mayda balig'imikan. Asosan bittada yeyap turadi. Aytlarda yuribdi, urib o'tlar. Mana dadil tortishni boshladi. Yeb ketdi. Turibdi. Mayda baliq ham bor ekan.
Sazan, 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 sazanash. Sazan keldi. Erta totib oldim. Xamirni urib ketdi. Xamirni qattiq qilyapman-da. Voy, xamirni qattiq qilyapman. Masalan, bittada yeb ketadi. Xamirni ilib tashlanaman. Tashlashimga tortyapti. Sazanaga hasharlar orasiga tashlab, hasharlar ham qimirlataveryapti. Tortishdi. Shu yerdamikan? Yemabdi. Tashlashimga olyapti. Obuna bo'lishni unutmanglar, omad. Obuna bo'lib turinglar. Obuna bo'lish besplatniku. Yaxshi video chiqarishga harakat qilamiz biz ham. Qancha ko'p obunachi bo'lsa, biz ham boshqa o'quvchilarning videolarini ko'rib, obuna bo'lib, podpiskalarga bosib turamiz. Hammamiz bir-birimizni qo'llab-quvvatlasak yaxshi. Olib ketishdi qaranglar. Maydaroq sazan shikillaydi. Mashta ham ko'p yuribdi va ishga ham tashiychi. Ishda ham ko'p yuribdi. Qishlardan va qurib yuribdi. Yaxshi uryapti. Yaxshi uryapti. Yaxshi. Suv tagiga olib kirib ket endi. Malomatlarni yuribdi hashaylar.
ana zasif. Men chiqarib olaylik qolmadi. Chiqarib oldik zasifni mana. Qalmani sindirib oldik. Qalma nozik ekan-da. Dadamdan bir oyga qoldim. Dadam qalmani olib tashladi. Bir gap bo'ladi, bitta so'ksa o'tib ketadi. Agar so'ksa. Jimjitlik. Shu to'palarni qo'ydik-da. Boshqa joyga ko'chib ko'ramiz. Shu joylarga tashlab ko'ramiz. Mana bu yerda qashirlar turibdi. Shu yerlarga ham tashlab ko'raylikchi, bu yerlarda ham bordir baliq. Tashlab oldik. Endi kutamiz. Ko'llarda ko'p sinab ko'rdim. O'z sinash ham mumkin emas-ku. Salovat aytib o'tirsiz o'z baroridan keladi. Ko'proq shifo karvonidan ko'raman. O'sha odamni o'rnak olib, bilgan suralarni o'qib, bilgan salovatlarni aytib o'tirsiz, doim rizqingizni beraverar ekan. Shuncha platnik ko'lga borgan bo'lsam, kamdan kam quruq qaytaman. Nam 100 tada bitta. Bundan Xudoga shukr deyman. Mani bilganlar, men bilan uga borganlar biladi. Qanaqa baliq ushlashni. Xudoga shukr, rizqqa yarasha beradi Xudoyim. Salovat ko'p aytish kerak. Men shu shifo karvonidan ko'rib o'rganib boraman. Bu ham yaxshi odam. Aytmoqchi, hasharotlardan, jonzotlardan foydalanmasdan mana oddiy xamir bilan kukuruz va non aralashtirib shuni tashlab ushlab ko'ryapman. Sazanni eng zo'r yemishi bu xamir. Ayniqsa kepali xamir bo'lsa zo'r yeydi. Belamur ham sazan ham zo'r oladi kepali xamir. Men uni retseptini aytsam, 50% kepay qilasiz, 30% un, 2 qoshiq asal, qolganiga qatiq. Qatiqni zo'r yuygan yog'siz qatiqdan qo'shasiz, suv quymasdan xamir qilasiz. Shu retseptni qo'llab ko'rsanglar, sazanga ham, belamurga ham zo'r bo'ladi. Sazan ham, belamur ham ushlaganman unga. Sazan ko'proq chiqqan. Hozir oddiy uy noni bilan kukuruzni aralashtirib, shuni tashlab ko'ryapman. Prosta tak yarim soat bir baliqlarni ko'raychi deb turdim. Yaxshi tutdan 5 ta oldim. Qaytarib qo'yib kunlar issiq. Shu salqin muzda joyda o'tiribman terlayib. Kuzatishda davom etinglar, podpiskalar bosib turinglar. O'chi do'stlaringga ham jo'natib turinglar. Qo'ldan kelganicha video olib, rezultatlar ko'rsatishga harakat qilamiz. Sog' omon bo'linglar.
yaxshi kunda ko'rishaylik.